Xiva shahrida birinchi O'zbekiston-Ozarbayjon parlamentlararo forum o'tkazildi. Yangi imkoniyatlar sari muloqotdan birgalikdagi harakatlarga mavzusidagi mazkur forum parlamentlararo hamkorlikni kengaytirish, qonun ijodkorligi va parlament nazorati sohasida tajriba almashish, shuningdek, oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Forum kun tartibidagi masalalar 6 ta panel sessiyaga bo'lingan holda muhokama qilindi. Forumni ochib bergan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva Ozarbayjon va O'zbekiston o'rtasida turli sohalarda hamkorlikda erishilayotgan yutuqlar haqida ma'lumot berdi. Ta'kidlanishicha, oxirgi 5 yil ichida O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2 baravardan ortiq o'sgan va 2024-yil oxiriga kelib bu ko'rsatkich 253 million dollarga yetgan. Endigi maqsad bu ko'rsatkichni 1 milliard dollarga yetkazish, deya ta'kidladi Senat raisi. Shuningdek, yoshlar va ta'lim almashinuvi, fan, madaniyat, tarixiy va me'moriy merosni asrab-avaylash borasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish, ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning asosiy sohalari bo'yicha mamlakatlar qonunchiligini uyg'unlashtirish, xalqaro va mintaqaviy parlamentlararo tashkilotlar doirasidagi ikki tomonlama hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha o'z takliflarini ilgari surdi. O'z navbatida Ozarbayjon Milliy Majlisi raisi Sahiba Gafforova ham nutq so'zlab, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, ikki mamlakat o'rtasidagi sarmoyaviy muhitni yaxshilash bo'yicha takliflarini bildirdi. Bugungi kunda ikkala mamlakatda ham parlament qoshida aynan nodavlat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha parlament komissiyasi faoliyat olib boradi. Men o'zim shu komissiya a'zosi sifatida biz yaqinda bitta yangi loyihaga qo'l urdik. U ham bo'lsa O'zbekiston va Ozarbayjon parlament komissiyalari birgalikda qo'shma grant tanlovini e'lon qilyapmiz. Demak, bu grant tanlovi aynan O'zbekiston va Ozarbayjondagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda. Davlat organi qo'li yetmagan joyda ular o'sha inson huquqlari deymizmi, ayollarimiz, bolalar huquqlari, ayniqsa byudjet ijrosi bo'yicha men o'ylayman, bu e'lon qiladigan grant tanlovimiz ham juda yaxshi o'zini samarasini beradi. Bizim ümumi Türk kökümüz var, ümumi bir medeniyetimiz var, ümumi İslam, Müslüman dinimiz var ve halklarımız arasındaki coğrafi yakınlık da birbirine daha çok bağlı. Biz Bakı'dan buraya 1 saat yarıma geldik. Yani 1 saat yarımlık bir mesafe oldukça kısa bir mesafedir. Ama halklarımızın kalpleri arasındaki mesafe daha yakındır. Benim temsil ettiğim komite hem de turizm meseleleriyle meşguldür ve hesap ederim ki Azerbaycan ve Özbekistan arasında turizm əlaqələrini daha da genişlendirmeye geniş ihtiyaç var. Ben arzu ederim ki bizim Özbekistanlı kardeşlerimiz, bacılarımız tez-tez Azerbaycan'a gelsinler. Azerbaycan'ın da böyle turistik yerleri vardır. Gəlsinlər, görsünlər. Forumda do'stlik guruhlari faoliyatini kengaytirish, ularni parlamentlararo komissiyalar darajasiga olib chiqish, qo'shma qonunchilik tashabbuslarini ishlab chiqish, yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, iqtisodiyot, ta'lim, sog'liqni saqlash, raqamli transformatsiya va ekologiya kabi ustuvor yo'nalishlarda hamkorlikni rivojlantirish kabi masalalar muhokama qilindi.